Aral va Oygulman, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan kelganman. Bugun qonunchilik bo'yicha mana tadbirkorlarga yaratilayotgan davlat taraflama imkoniyatlardan to'liq xabardor bo'ldik. Tadbirkorligimizni rivojlantirishda mablag' taraflama ozroq qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Biz shu davlatdan kredit masalasida murojaat qilganimizda bizni qizilga tushib yotibsizlar deb bizni juda ko'p qaytarishgan. Shoh bekatimiz avtobuslar kiritmoqchi edik, masalan, davlatdan kredit olib, o'sha masala bo'yicha bizni juda ko'p qaytarishgan. Mana endi hozir qayerlarga murojaat qilishlarini bilib oldik. Endi bemalol murojaat qilsak bo'ladi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani sali madaniyatdan orqaroqda deb juda ko'p eshitganmiz. Biz o'sha madaniyatdan orqaroq bo'lgan tumanimizni rivojlantirib, chiroyli qilib ko'ngilochar maskanlar qilib va Surxondaryo viloyati uchun, Qiziriq tumanidagi aholi odamlar uchun bir chiroyli qilib ko'ngilochar maskanlar qilish niyatlarimiz bor. Bunda albatta biz endi bemalol murojaat qilib, davlatdan kredit olib, yordam so'rab, bemalol o'zimizni biznesimizni rivojlantirib olamiz. Men shunga ishondim bugun.